Hörmətli qərindaşlar, mən şu Uyğur Ana Til Tor məktəbininki mən natiq mən temizlikə 2 gün növbətlik muş ballarninki nutq söyləş müsabiqəsini uğurlaşdırğanlığını qızğın təbrikləydiğanlığımı bildirmə. Bolubmu bu fəaliyyətə küç çıxarğan həm bu fəaliyyətin uğurlaşdırılışını maddi və mənəvi cəhətdən qollab qüvvətləyən, qol tiqib işləyən barlıq qarindaşlarımğa, ustozlarga və səxi dostlarımızga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. İkincisi, mushu nutq faoliyatiga qatnashgan bizningki bolalarimizni qizg'in qutlug'layman. Albatta, bu faoliyatlarninki mush xildagi faoliyatlarninki o'tkazilib turilishi bizning muajiratdagi Uyg'urlarninki keyingi avlodlarninki o'sib yetilishida intayin muhim o'rinda turdi. Ben bu qıtımlıq Tor nutqida İhsan isimli bir oğlumuzningki nutqini anglab qaldım. Yani nutqda bu inimiz intayin küçük, chiroyliq adamning qalb tarixini titradigan Uyg'ur tilida o'ziningki o'tgan yili menga cho'ng bo'g'im yo'q temiz so'zlaganligini, bu yil bo'lsa teg'idimmi tizrak cho'ng bo'lib, yigit bo'g'isi borligini bildiribdi. Men bu oğlumuzningki nutqini anglagandan keyin jiq xiyollarga petib ketdim. Bir tarafdan xo'sh bo'ldim, yana bir tarafdan ko'nglim uzildi. Chunki bu meni nurg'unlagan, o'ylab boqmagan ham ilgari asl beshimdan o'tkazgan nurg'unlagan xiyollarga boshladi. Xo'sh bo'lishimning sababi nima degan vaqtimizda bizningki bolalarimiz hozir o'zininki vatan oldidagi burchini his qilibdi va uning uchun o'zini tayyorlatibdi. Bu bizningki kelgusimiz bo'lgan bolalarimiz orqali bizga berilayotgan kelgusimiz haqidagi bir intayin yaxshi bir xush xabardan derak berdi. Ammo mening ko'nglimning uzilgan yeri, masalan, shu o'g'limizningki bir yil ichida tezroq cho'ng bo'lib, vatan uchun bir ish qilsam bo'libmi? Meninki anamning ko'zidan yosh og'illarning ko'zidan yosh olsam degan bundaq bir irodaga kelishi meni ajoyib cho'nqir xiyollarga patdi. Chunki bundaq deyishimning sababi Ihson bolamiz tehi bolaligini yashayotdi. Ham bolaligini yashash kerakdi. Ammo xuddi o'zining bolaligini yuttirgan necha millionlagan o'smir Uyg'urlarga o'xshash chet eldagi bizningki bolalarimizmi o'zining o'smirligini unutyotdi, ham unutildiryotdi. Yoki o'zining o'smirligida yashayolmaydi, bolaligini yashayolmaydi. Chunki bu bolalarninki o'zininki bolaligini yashash davri edi. Bo'libmi vatandagi bolalarimiz bolaligidilla hayoti bo'yi esidan chiqmaydigan ig'ir kulfatlarga, azob uqubat, xo'rliq hissiyotlarga duchor qilinadi. Xitoylarning Uyg'urlarga yurgizayotgan qatliamidan yuraklari laxti-laxti bo'lyapti. Ularning balliq qalbi bir umr esidan chiqmaydigan ana shu psixik yaralarga to'lib ketdi. Endi chet eldagi bolalarimiz bo'lsa degan vaqtda bizim mana shu Ihson o'g'limiz kabi nurg'unlagan bolalarimiz o'zlarini vatan uchun cho'ng qilyapti. Balligini tezroq bitirishga, tezroq o'tkazishga, tezroq cho'ng bo'lishga aldirayotdi. Nimishqa? Chunki bizningki krizisimiz hozir toki bo'shikki bolalardan tortib, toki bir puti qabrga besilgan odamlarimizgacha hammamizni aldiratdi, aromimiz buzdi, cho'nqur bir asoratga mubtalo. Shu vajidan men oxirisida bu bolalarimizningki bizningki kelgusimizni qurib chiqishga o'zini tayyor qilganligidan xo'shallanishdan bir vaqtda bularninki bu tarixiy vazif uchun qanchalik ig'ir badal to'layotganligini hammanglarninki samiga sab qo'yish loyiq ko'rdim. Ya'ni bu badal bu bolalar o'zlarininki bolaligidan ta'xirsiz, vaqtsiz ayrilib biz qilolmagan, biz qilolmayotgan va o'zlarimizning ichki jidal mojarosiga ketib qilib, ilgirlamaganda passiv, umidsiz va vayron qilish xarakterlik holatimizdan bu bolalarning halqib bizningki parlaq kelgusimizni ichish uchun
kurash qilishini tilayman. Albatta bu men nomus qilib deyotgan bir gap. Shuning bilan bir vaqtda bu bolalarimizga shu balliqidagi, ya'ni hozir shu ko'ngilda pukkan, vatan uchun pukkan barliq go'zal arzu armonlarininki amalga ishishini, shu balliqni kelgusida qayta mush arzu armonlar orqali yashashini, bu balliqni yo'qotib qo'ymasligini, bu balliqninki vatanga bog'langan, vatanning ertisiga bog'langan bir balliq bo'lishini umid qilaman. Eng oxirisida bu faoliyatninki texnik qutuqliq bo'lishi va davomlashishini tilayman. Shuning bilan mening so'zim tugadi.